Mana bu ham mozor toshi. Emanuel Giyosning mozor toshi deyapti. O'sha hukmdorlar, senatorlar, o'shalarda Vizantiyadagi Emanuel Aurela Proclan'ning mozor toshi ekan. Mana bu qabr toshda inson tasviri ham bor o'sha. Demak, bu kimni? Zeus Ktesisning altori. Rum davri ekan. Mana shu yerga kelib bir narsani bildimki, 1,5 ming yil, 2000 yil oldingi va ushbu davlatlarda ham ancha rivojlanish bo'lgan. Vizantiya bekordan-bekor tarixda katta bir imperiya tarzida qolmagan. Bu yerdagi qabr toshlaridagi yozuvlarning qarang, o'sha davrdagi yozuv shunaqa mukammal tarzda yozilgan ekan. Proxis o'g'li Zatikos altori deyapti. Bu ham mana shunday. Hammasi bu yerda qabr toshlari ekan. Davom etamiz. Eslatib o'taman. Biz Pamukkalening ichidagi o'sha ziyorat joydamiz. Qadimgi Vizantiya imperiyasidan qolgan ziyorat joylardan.